O'g'lim o'qishni ham tugatib oldingiz, diplomni ham qo'lga oldingiz. Zubda-yu deganding-ku dadangga ishonib borbudimmi tiqtin kallangga. Nima rejalar tuzyapsan? Qachondan ish boshlayapsan? Ebe, rangu ro'ying oqarib ketdimi? Apting ko'karib ketdimi? Xo'p, burchakka taqaldik. Bilmadim, endi ko'ramizda rejalar yo sekin-sekin tuzamizda. Karyera bu beda yo teri emas. Eng muhimi shoshilish kerak emas. Chingizxonning gapi rostida-da. Hammasi meni nazoratim ostida. Mike Tysonning ham bor edi bir gapi. Suv kabi bo'l, do'stim, suv kabi. Nima kabi? Suv kim bu o'zi? Sana o'qitaman deb otangni sochi ham to'kilib ketdi. Bo'yini qara, bo'yimga yetdi. Salla pashang diplom olguncha sevgan qizing ham yerga tegib ketdi. O'qib olim bo'lamidim. Sen bola o'qishni tanlashni bilmading. Nega Webster universitetiga kirmading? Markaziy Osiyoda yetdi. Yo'g'ay, birinchi Amerika universiteti. Mana o'zingni ukang o'qiyapti-ku. Daddy, do you need money? deyapti-ku.